Qornim ochqab ketdi aka. Va tarvuzi? Yemayman tarvuz. Ovqat bo'lsa bir kartoshka bilan lag'im go'sht qovurib yeysiz. Zo'r ketadi hozir och qilgan payti. O, aka. Aka, Sanjar aka shuncha reklama qilyapsiz. 1 kilo go'sht bersin, ayting. Mana bermasa kerak. So'rikchi berar. Sanjar aka, nima? bir go'sht bering, bir lag'im. Shuncha reklama qilyapsiz sizni. Bo'ldi, beraman, faqat bitta sharti bor. Qanaqa shart? Mana shu yerdan qaysini kilosini topsangiz bepul beraman. Tekinga shunday. Tekinga, bir so'm pul olmayman. Topamiz degan aka. Topsangiz beraman. Qaysini? Bango deb eshitganman-da. Aka, meni vangalik qobiliyatim bor. Qaysini tanlaymiz? Mana tanlaylik. Katta bizga ko'plik qilish yetsa Mana bo'ladi. shu ikkalasidan bittasi. Mana illikchaligiga mana shuni Mana shu olaylik. suyakchasi. Bo'ldi, mana shu zo'r. Mana, xohlasangiz ko'tarib ko'ring mana. Xohlasangiz shunday ko'ring. Beringchi. O, Bir kilo 300 chiqsa kerak mana. yo 1 kilo, yo kam, yo ko'p. 1 kiloga chiqami? 1 kilo 100. Javobmi? Qarang, o'ylab ko'ring. 1 kilo. Imkoniyatingiz bor. 1 kilo chiqami? Lekin 1 kiloday bor-da. Ko'ramiz, mana taroziga. Mayli 1 kilo 100. Rozisizmi? Rozimiz, mayli. Xafagarchilik bo'lmaydi? Yo'q. Bismillah. Aytdim, aka men 1 kilo 100 chiqadi dedimmi? Men vangalik qobiliyatim bor. Gap yo'q, mana. Bepul. Paketchaga o'rang. Ha, voy Nima kabob. qilamiz? Kabob, yarmiga kabobcha. Ikkalamiz-ku aka. Yo, Bekzat akani chaqiramiz. O'zimiz biror joyda mana Oqsho'dan qayerdadir borib qilib yeymiz. Meni ham chaqiring, bepul berdim-ku. Aka siz bu ishga ishlating. Mana marhamat. Rahmat. Sog' bo'ling. Ana, ketdik. O'rtoqlar, sizlar ham bizga o'xshab shunaqa tekin go'sht sohibiga aylanmoqchimisizlar? Unda sharti bitta. Paxtachi go'sht markaziga kelasiz, rastalarimizda turgan go'shtlarni birini tanlaysiz va kilosini topasizlar-ki, topganda shunday o'sha go'shtni sizga tekinga berib yuboramiz. Agar topolmasangiz, shu go'shtni olishingiz shart. O'rtoqlar, biz sizlarni paxtachi go'sht markazida kutib qolamiz, aka. Biz esa ovqat qilgani ketdik. Salomat bo'lasiz. Aka 3 kilo go'sht bera oling. Qanaqa lag'im? Zarnigor, sen hali qassobmisan? Joniki tushuntirib beraman. Nimani tushuntirasan? Ertaga xotining kim desa qassob deymanmi? Joniki, unaqa demang. Uzaman atnashinglarni, qo'y. Joniki, gaplashib olaylik, to'xtang. Mana uzasiz. Bo'ldi aka, yana kelib turing, hop bizdan go'sht olgandi. Joniki, nima uzasiz atnashgani? Nimaga aytmagansan shu paytgacha? Opa, parkovkada turgan bava siznikimi? Ha, meniki. Shuni olib turing, mashinani olib chiqib ketay. Bo'ldi, hozir olaman. Joniki, gaplashib olaylik. Gaplashamiz. Hazil-ku. Nima, men nomard deb o'yladingmi? Tashlab ketadi deb o'yladingmi? Bor narsalarni yig'ishtirib, men kaltib ber, bevini. Bo'ldi, O'zim hozir. chekka olib qo'yaman. Zaksga o'tib kelamiz bugun. Bugunmi? Ha, bugun. Pul olsin, ha, pul olsin. Aya, tashlagan aka sizga keldim. Qassobxonaga buyur. Ha? Kiravering. Xo'p. Kimdir bormi? Dorime, interimo ad appare dorime. Keling aka, qanaqa go'sht beray? Lahim go'sht beray. Men qo'y go'shtim, qo'y go'shtim, qanaqa go'sht beray aka? Charchagim ketdi issiqda. Ha, aka, qanaqa go'sht kerak? Qo'y go'shti beraymi? Mo'yinchaqdan sho'rva qilaman. Gapirmaysizmi? Men tushundim, hozir 1 minut aka. Aka, ilik. Mazza qilib. Bitta chas o'zing ilasiz aka. Sho'rva qilib ichasiz. Ilik beraymi? Qara deyapsiz-ku. Bo'ldi, men siz maqsadingizni tushundim aka. Mana aka, go'shtni qitchir aka, mazza qilib ichasiz. Zo'rligini qarang. Shundan 2 kilo beraymi aka? 2 kilo. Hozir 1 minutga telefon qil. Alo. Hayya. Qo'lda gul ko'targan bola senga so'mchilikka kelgan qizim. Aya, bu bola ham pishdi. Hatya gul tashab ketay. Ha, otasini qizi, bunisi ham pishdimi? Ha, dada pishdi. Ket, qizim, zor qora qo'chqor olib kelganman, shuni so'yamiz. Bo'ldi.